Hozir Nazarbekka kelganmiz. Nazarbek akalarga assalomu alaykum. Shu yerda sotilayotgan hovlimiz bor. 4 sotuvga tushirilgan, taxminan 200 kvadratli atrofida imorati bor. 6 ta xona mo'ljal qilingan proyekt bo'yicha. Demak, 3 ta xonasi bitkazilgan, kirib yashaydigan holatda, qolgan xonalari korobka holatida turibdi. Bir chekkadan ko'rsatib o'tamiz. Demak, hozir bu darvozaxonamiz. Darvozaxonaga ham bemalol 2-3 ta mashinani sig'dirsangiz bo'ladi. Mana bu yerda mana bemalol o'tirib, demak, hovlida mabiyolarni qarang, chiroyli qilib qo'yishgan, dekorativniy qilib. Daraxtlar, gullar, chiroyli bedana ishqozlari bo'lsa, demak, mana bu yerda qush boqadigan, bedana boqadigan joylari ham bor ekan. Xo'p, bir chekkadan boshlaymiz. Mana shu chekkadan boshlaymiz. Bu yerda demak, sanuzellar, oshxonalar joylashtirilgan. Keling. Xo'p. Mana shu bir chekkadan boshlaymiz, ko'rsating. Demak, bu hammom, hojatxonamiz. Ichkarilarimizni kirib ko'rsating. Bu yog'imiz oshxona. Oshxonamiz ham juda ham katta. Shu o'zida bemalol oilaviy choy ichib, ovqatlanib turadigan joyimiz. Ana shunaqa, demak, bir qavat qurilgan imoratimiz va bu yerda darvozaxona tepasida bolxona qilingan. Demak, uyimizni ko'ramiz. Hop, o'ng tomondan boshlasak, bu yerda o'ng tomonda shunaqa kichkina ostona qilingan, xo'p, o'tirsa bo'ladigan joy qilib qo'ysa, ofis qilib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, bu yog'imizda zal qilingan. Hop, buni orqa tomoni, bu yerga o'tib oling, Diyarbek. Buni orqa tomoni boya aytib o'tdim, e'tibor bergan bo'lsanglar, korobka holat. Mana shu tomoni bitkazilgan, kirib yashaydigan. Bu yerda gipsokarton bilan yopilgan. Orqa tomoni korobka holatida turibdi. Hozir zina qo'yilmaganligi uchun yo'q tomon kirish imkoniyati yo'q. Kirishdan iloji boricha ko'rsatishga harakat qilamiz tashqariga chiqqanda. Demak, bu joyimizda demak ochiq bo'lishi kerak. Koridor bor orqasida va bolxonaga chiqadigan zinalar mana shu yerda joylashtirilgan bo'ladi. Demak, bu yog'imizni ko'ramiz. Bu yog'imizni hozircha bolalar yotoqxonasi qilib foydalanib turilibdi va bu tomonimizda demak yotoqxonamiz bemalol. Bu yo'ni ko'rsatishga harakat qiling, Diyarbek. Mana zina qo'yilmagan, korobka holatida turibdi. Demak, u yerdagi yaxlit podvol. Demak, joyimiz Nazarbek, Korzinka mo'ljal 500-600 metr ichkariga mahallaga kirganda joylashgan joyimiz. 4 sotuv, fasad 16 metr, ichkariga 24 kirgan joyimiz. Demak, bir qavat imorat qurilgan, taxminan 200 kvadrat atrofida 6 ta xona loyiha bo'yicha tushirilgan. Demak, narxi 170 ming so'ralyapti. Joyida kelib ko'rib savdolashsangiz bo'ladi. Telefon nomeridan qoldiramiz, tafsilcha gapirishsangiz bo'ladi.